Hürmetli obunachilar. Hop. Bugun endi Chorvoshqa bozoriga bu endi mol boqishda boshlagan odamlarga mol ovqat qanday tayyorlanish, qanday beriladi. Bunda silos bor, somon, sho'lxa bor. Bu ikkita molga beriladi hamma bu. Pishirilgan ham. Silos beriladi, somon aralashtiriladi, sho'lxa aralashtiriladi. Ho'kizlarimiz. Ho'kizimizni 2 oy bo'ldi olib kelgan paytim 420 kilo veska o'lchab go'shtga solib oldim. Joyingiz 420 kilo tushdi. Hop. Oxirlari toza ko'rganingizdek. Mana. Bu yerda bolasi bo'ladi bu. 2 yashar ho'kiz bu. Nasib bo'lsa niyat qilganman mana 2 ta moldan 20 ta ziyod qilish xohlasa. Yani qancha o'zgargan 2 oyda. Keyin bunga yemaga aralashtirish qilib amundan berasizlar. Appetit ochadi. Appetit yaxshilaydi. Mana shu ishtahani ochadi. Bitta molga vesiga qarab 100 mg dan 200 mg beriladi amundan keyin. Hazm qildiradi yaxshi. Xo'p. Yana nimadan aralashtiramiz? Ana bundan olib kelishlaringizni, berishlaringizni tavsiya qilaman. Bu molga juda katta foydasi bor. Vesiga, semirishiga, o'zgarishiga, immunitet ko'taradi, mol kasal bo'lish xavfini kamaytiradi. Bundan vesiga qarab 100 kilo veska 100 kiloga 1 qoshiqdan ishlatiladi bu. Har 100 kilo veska 1 qoshiqdan ishlatiladi. 300 kilo molingiz bo'lsa 3 qoshiq solasiz, 2 mahal berasiz buni. 2 mahal yem berasiz, o'shanga beriladi. Yaxshi narsa bu. Keyin yem agar qaynatadigan bo'lsalaringiz, обязательно tuz aralashib qo'yishlaringizni tavsiya qilaman. Tuzda ham katta foydasi bor o'zgarishiga.